Nazokat kitobimni olib chiqing-da. Keling. Mana biz qachon rivojlanamiz? Hozir mana shtech olib, baqir-chaqir, hayajon ko'zlaringiz kosasidan chiqib ketdi deb qarayapsizlar-ku. To'g'risini aytinglar, shu kitobga bo'ldimi, qizgami? Qachon biz kitob ko'rganda hayajon bosadigan darajaga yetganmiz, keyin bizni yengadigan odam bo'lmaydi. Boravering, Nazokat, rahmat. Bu tomondaman. Ey! Uka, menga unaqa gaplar qiling. Otvoraymi balkonga? Sport bo'lmaguncha bola sog'lom fikrlamaydi. Dadani qorni manimcha 50 kilo yog'ni qo'ygan. Qo'lda sigaret. Oma aka suvda o'tirib ichadi. Ash qorinni ko'tarib Dubayga ketadi sayohatga. Tailandga boradi, Gruziyaga boradi. Onasi ko'rmagan joylardan qorin ko'rib kelganda. Eng azob tomoni ana qorin xotini bilan o'rtasida yotadi. Bitdik. Mana shu ishni cholayotganlar konsertdan keyin parkovkani oldiga kelib turinglar. Bir joyga olib borib kelaman. Mana men seni ko'rdim olib ketgan. Hozir oldinga borib betingga o'tirib olaman, sen. Bu hayotga kelib nimani ko'rding desam, indalmay o'tiraverasan. Ko'ryapsan, bu hayotda opa erkak kishini figurasiga uchmaydigan qizlar ham bor. Sizlar bilan Erik Haydar. Men savodim yo'q, men o'qimagan. Siz faxr yorliq olsang ham bo'ladi. Nima gapiramizmi? Lo'q. Biz jentrani tuning qilishimiz kerak. Lyamka bilan shortida. Bas. Yuribsizlarmi hali ham? Qo'chqorda o'g'il bersin deb. Hozirgi kunda bola tarbiyasida psixologlar paydo bo'libdi-da. Televizorda ko'rdim, bitta psixolog chiqilma deydi. Bolani urmang, chunki uni miyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi. Biz yoshligimizda onamizdan og'zimizga irini tapchiki yetganimizda qattiq deysanlar. Desam, biz ham o'shanda kalti yeyib turdik. To'g'ri kesdim. Anvarbek, uka, yaxshimisiz? Biz bilan o'tirib so'rashganlarni bir paytlar o'zimiz o'tkazgan edik. Eng yerga odam bo'lmaydi. Rahmat. Bu tomondaman.